Va alaykum assalom do'stlar. Nexus 3 mashinasini amortizatordan zerikkan insonlarga buni darrov jo'natinglar, oxirigacha ko'ringlar. Biz bunga yechim qilganmiz. Nexus 2 ning amortizatorini, stoykasini tayyorlab, birga bir tushadigan holatga olib keldik. Yumshoq, komfort bo'ladi mashina. Perikatga qo'yay demaysiz, Xitoy qo'yay demaysiz. Nexus 2 ning amortizatorini qo'yasiz bo'ldi. Maza qilib minasiz. Bu videoni oxirigacha ko'ring, hammasini tushunasiz. Nexus 3 amortizator bilan Nexus 2 ning deyarli farqi yo'q. Ozgina joyda farq bo'ladi xolos. Buni like bosib, usti tanishlarga, hadovochi tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Kommentinglarni kutamiz.